Assalomu alaykum. Men ismim Shokirjonov Mirzahamdam. Sotuv sohasida 11 yillik tajribaga ega mutaxassisman va hozirda Smart Work kompaniyasining asoschisiman. Faoliyatimni Turfirmada rahbar yordamchisi sifatida boshlaganman va oyoq kiyim ishlab chiqarish va sotishni yo'lga qo'ydim. Ishlab chiqarish, sotishni hammasini o'zim qildim. Tajribam yetishmaganligi sababli bu biznesda muvaffaqiyatsizlikka uchradim. Va O'zbek Telekom kompaniyasiga oddiy operator lavozimiga kirib, to birinchi kategoriyali mutaxassis darajasiga yetishdim. Har bir mijoz bilan muloqot qilish, ularni eshitish va tizimli ishlashni O'zbek Telekomda o'rgandim. Va Rossiyaning Alliance Distribution korxonasida qurilish mollarini sotishda onlayn savdo rahbari lavozimida ishladim. Va shuningdek mis-mus yuz parvarish uchun apparatlarni sotishda onlayn savdoni tashkillashtirib, onlayn savdo rahbari lavozimida faoliyat olib bordim. Va faoliyatimdagi eng katta tajribani Mediapark kompaniyasida sotuvchi call center rahbari lavozimida ishlab oldim. U yerda avtomatlashtirish, sotuv bo'yicha juda ham katta opit oldim. Endilikda shu tajribamni O'zbekistondagi onlayn savdoni rivojlantirishga ishlatmoqchiman. Savdo haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, bizani kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.